Bugun men pensiya indeksatsiyasi va yoshga qarab beriladigan qo'shimcha to'lovlar masalasini juda aniq tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir pensioner ota-onasi bor farzandlarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga va boquvchisini yo'qotgan oilalarga bevosita tegishli. Chunki pensiya oshdi degan xabarni eshitish boshqa, kartaga nega aynan shuncha pul tushgan tushunish boshqa masala. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, hozirroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bu videoda quruq gap aytmayman, pensiya qanday indeksatsiya qilinadi, yosh qo'shimchalari kimlarga tegadi, kimlarda pul ko'proq oshadi, kimlarda kamroq ko'rinadi, qaysi holatlarda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Bularning hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Avval pensionerlar orasida eng ko'p uchraydigan savol shunday edi. Pensiya oshdi deyishdi. Lekin mening kartamga nega men kutganimdan kam pul tushdi? Yoki yana bir savol, qo'shnimning pensiyasi mendan ko'proq oshibdi. Meniki nega kamroq oshdi? Mana shu joyda ko'pchilik bitta narsani unutadi. Pensiya oshishi hamma uchun bir xil summa degani emas. Pensiya indeksatsiyasi odatda foiz asosida bo'ladi, yoshga qarab qo'shimcha esa alohida tartibda hisoblanadi. Oldin ko'pchilik pensiya miqdorini faqat umumiy summa sifatida ko'rardi. Masalan, odam kartasiga 1.500.000 so'm tushsa, shu pulni pensiya deb bilardi. Aslida bu summa ichida asosiy pensiya ustamalar, ayrim hollarda kompensatsiyalar, yoshga doir qo'shimchalar, nogironlik yoki alohida maqom bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Indeksatsiya bo'lganda ham har bir qism bir xil tartibda oshmasligi mumkin. Endi nima o'zgardi? Eng muhim o'zgarish shuki, pensiya va ayrim nafaqa to'lovlari indeksatsiya qilinadi. Ya'ni inflyatsiya, yashash xarajatlari va davlat belgilagan yangi ko'rsatkichlarga qarab qayta hisoblanadi. Bundan tashqari, yoshi katta fuqarolarga beriladigan qo'shimchalar ham yangilangan miqdorlar asosida ko'riladi. Bu ayniqsa 75 yoshdan oshgan, taxmin yoshga kirgan yoki undan katta yoshdagi pensionerlar uchun muhim. Men bu yerda bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensiya oshishi bilan yosh qo'shimchasi oshishi bir xil tushuncha emas. Pensiya indeksatsiyasi sizning pensiyangizning asosiy hisob-kitob qismiga ta'sir qiladi. Yosh qo'shimchasi esa pensionerning yoshiga, ayrim hollarda sog'lig'i, parvarishga muhtojligi yoki qonunda belgilangan maqomiga bog'liq bo'ladi. Endi oddiy misol bilan tushuntiraman. Aytaylik, pensioner avval 1.200.000 so'm pensiya olayotgan edi. Agar pensiya umma foizga indeksatsiya qilinsa, bu pensionerning pensiyasi 1.20.000 so'mga oshadi va yangi summa 1.320.000 so'm bo'ladi. Agar 15% indeksatsiya qilinsa, qo'shimcha 1.000 so'm bo'ladi va umumiy pensiya 1.300.000 so'mga chiqadi. Lekin boshqa pensioner 2 million so'm pensiya olayotgan bo'lsa, xuddi shu 10% indeksatsiyada uning oshishi 200.000 so'm bo'ladi. Shuning uchun odamlar orasida farq paydo bo'ladi. Biri 20.000 so'm ko'proq oladi, boshqasi 200.000 so'm ko'proq oladi. Bu adolatsizlik emas. Bu foiz asosidagi hisob-kitob natijasi. Endi yana bir muhim jihat bor. Pensiya miqdori ishdachi, avvalgi ish haqi, to'langan sug'urta badallari pensiya turi va qonunda belgilangan minimal chegaralarga qarab shakllanadi. Shuning uchun ikki odam bir xil yoshda bo'lsa ham pensiyasi har xil bo'lishi tabiiy. Masalan, o'tgan yil ishlab pensiyaga chiqqan odam bilan 12 yil ish staji tasdiqlangan odamning pensiyasi bir xil bo'lmaydi. Indeksatsiyadan keyin ham ularning oshgan summasi bir xil chiqmasligi mumkin. Birinchi navbatda oddiy yoshga doir pensiya oladigan fuqarolar e'tibor berishi kerak. Agar siz pensiyangiz oshganini eshitgan bo'lsangiz, yangi tushgan summani eski summa bilan solishtiring. Farqni faqat umumiy pul bo'yicha emas, rasmiy ma'lumotnoma orqali ko'rish to'g'ri bo'ladi. Chunki bank kartasiga tushgan puldan qarzdorlik, aliment, ijro hujjati yoki boshqa ushlab qolishlar ayrilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh 75 yoshdan oshgan keksalar. Ayrim hollarda yoshga bog'liq qo'shimcha to'lovlar aynan shunday yosh chegaralaridan keyin ko'rib chiqiladi. Masalan, pensioner 74 yoshida oddiy pensiya olib yurgan bo'lsa, 75 yoshga to'lgandan keyin unga qonunda belgilangan qo'shimcha yoki imtiyozli hisob-kitob qo'llanishi mumkin. Bu avtomatik bo'lishi ham mumkin. Lekin amaliyotda hujjat yoki ma'lumot bazasida xato bo'lsa, pensionerning o'zi murojaat qilishi kerak bo'ladi. Uchinchi guruh 70 yoshga kirgan yoki undan katta pensionerlar. Bu yoshdagi fuqarolar bo'yicha davlat odatda alohida ijtimoiy himoya choralarini qo'llaydi. Sabab yaqin yoshdan keyin odamning dori-darmon, parvarish, transport
ovqatlanish va kundalik yordamga ehtiyoji ortadi. Shuning uchun yosh qo'shimchasi yoki parvarish bilan bog'liq to'lovlar juda muhim. Men ko'p oilalarda shuni ko'raman. Farzandlar ota-onasining pensiyasini umumiy summa deb biladi. Lekin yoshga doir qo'shimcha hisoblanganmi yoki yo'qmi tekshirib ko'rmaydi. 4-guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Chunki nogironlik guruhi tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasi. Qayta ko'rik muddati va boshqa hujjatlar pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar indeksatsiya bo'lsa, nogironlik pensiyasi ham qayta hisoblanishi mumkin. Lekin nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, to'lov ham o'zgaradi. Masalan, 2-guruhdan 3-guruhga o'tgan odamda indeksatsiya bo'lgan bo'lsa ham, umumiy summa kutilgandek oshmasligi mumkin. 5-guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu holatda pensiya bir kishiga emas, ba'zan oiladagi bir nechta mehnatga layoqatsiz a'zolarga bog'liq bo'ladi. Bolaning yoshi o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qish yoki o'qimasligi. Hujjatlarning yangilanishi pul miqdoriga ta'sir qiladi. Shuning uchun faqat indeksatsiya xabariga qarab xulosa chiqarish noto'g'ri. Birinchi misol, 68 yoshli pensioner avval 1 ming so'm olayotgan edi. Pensiya eng ko'p foizga oshirilsa, qo'shimcha 1.32 ming so'm bo'ladi. Yangi summa 1.232 ming so'mga chiqadi. Lekin agar u odamning kartasidan kredit bo'yicha majburiy ushlab qolish bo'lsa, kartaga tushgan pul bundan kam ko'rinadi. Shuning uchun u menga to'liq oshmadi deb o'ylashi mumkin. Aslida hisoblangan pensiya oshgan, lekin ushlab qolish bor. Ikkinchi misol, tag'in yoshga kirgan onaxon 1.400 ming so'm pensiya olayotgan edi. Indeksatsiya natijasida pensiya 1.6 ming so'mga oshdi. Bundan tashqari yoshga doir qo'shimcha qayta hisoblandi. Agar qonunda belgilangan qo'shimcha yangi bazaviy miqdorga bog'langan bo'lsa, u ham oshadi. Natijada onaxonning umumiy o'sishi faqat 1.68 ming so'm emas, undan ko'proq bo'lishi mumkin. Mana shu sababli yosh katta pensionerlarda o'sish boshqa pensionerlarga nisbatan sezilarliroq ko'rinadi. 3-misol. Lekin 6 yoshli otaxonning pasport ma'lumoti tug'ilgan sanasi to'g'ri, lekin pensiya jamg'armasi bazasida eski hujjatdan xato kiritilgan bo'lishi mumkin. Masalan, tug'ilgan yil 1940 o'rniga 1949 deb kiritilgan. Bunday holatda yosh qo'shimchasi kechikishi mumkin. Otaxon mening yoshim yetdi, nega qo'shimcha yo'q deb hayron bo'ladi. Bu yerda muammo qonunda emas, ma'lumotlar bazasida bo'lishi mumkin. 4-misol. Bir pensioner 2.500 ming so'm oladi. Boshqa pensioner 900 ming so'm oladi. Ikkalasiga ham bir xil foizda indeksatsiya qo'llanadi. Birinchida o'shish 300 ming so'mga yaqin. Ikkinchisida esa 100 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnilar bilan solishtirish har doim ham to'g'ri natija bermaydi. To'g'ri solishtirish uchun pensiya turi, staj, yosh qo'shimcha to'lovlar, nogironlik holati va ushlab qolishlarini bilish kerak. Agar sizning pensiyangiz avvalgidan oshgan bo'lsa, lekin farq siz kutgandan kam bo'lsa, darhol vahimaga tushmang. Avval rasmiy hisob-kitobni tekshirish kerak. Ba'zan indeksatsiya sanasi oy o'rtasiga to'g'ri keladi. Bunday vaziyatda birinchi oyda oshgan pul to'liq oy uchun emas, faqat qolgan kunlar uchun hisoblanishi mumkin. Keyingi oydan esa to'liq yangi miqdor tushadi. Agar siz 75 yoki taqini yoshga to'lgan bo'lsangiz, lekin pensiyada hech qanday o'zgarish bo'lmasa, albatta tekshirtirish kerak. Ayniqsa tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, yolg'iz yashash holati, parvarishga muhtojlik haqidagi hujjatlar to'g'ri kiritilganmi? Shuni aniqlang. Agar siz nogironlik pensiyasi olsangiz va qayta ko'rik muddati tugab qolgan bo'lsa, indeksatsiya bo'lishiga qaramay to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Bu holatda muammoni pul tushmagandan keyin emas, muddat tugashidan oldin hal qilish kerak. Tibbiy xulosa muddati elektron bazaga kiritilgan sana, komissiya qarori juda muhim. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsangiz va bola mukimdek yoshga to'lgan bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Hujjat vaqtida topshirilmasa, to'lov kamayib qolishi yoki to'xtashi mumkin. Keyin qayta tiklash uchun vaqt ketadi. Eng katta xato shuki, odamlar pensiya oshdi degan xabarni eshitib, hamma bir xil pul oladi deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas. Indeksatsiya har bir pensionerning amaldagi hisoblangan pensiyasiga nisbatan qo'llanadi. Agar sizning pensiyangiz minimal miqdorga yaqin bo'lsa, davlat belgilagan eng kam miqdorlar ham rol o'ynaydi. Ba'zan minimal pensiya oshirilgani uchun odamda o'sish foizdan ko'ra boshqacha ko'rinadi.
Ikkinchi nozik jihat, ustamalar ham har doim bir xil tartibda indeksatsiya qilinmaydi. Masalan, asosiy pensiya oshishi mumkin, lekin ayrim kompensatsiya yoki maxsus to'lovlar alohida qaror bilan o'zgaradi. Shuning uchun umumiy summani ko'rib, hammasi 15% ga oshishi kerak edi, deyish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Uchinchi jihat, pensioner ishlayotgan bo'lsa, ayrim to'lovlar bo'yicha tartib farq qilishi mumkin. Ishlayotgan pensionerlar ham pensiya oladi, lekin ularning qayta hisob kitobi, ish staji qo'shilishi, ariza berish tartibi alohida bo'lishi mumkin. Agar odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lsa, keyinchalik qo'shimcha stajni hisobga oldirish imkoniyatini tekshirishi kerak. To'rtinchi jihat, hujjatlardagi eski familiya, tug'ilgan sana, ish staji yozuvi, arxiv ma'lumoti yoki mehnat daftarchasidagi xatolar pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan, lekin eski ish joyidagi hujjatlar eski familiyada qolgan. Agar bu bog'lanish hujjat bilan tasdiqlanmasa, ayrim ish yillari stajga qo'shilmay qolishi mumkin. Bu esa pensiyaning asosiy miqdorini kamaytiradi. Indeksatsiya bo'lsa ham asos past bo'lgani uchun oshgan summa ham past bo'ladi. 5-jihat, pensiya pulining kartaga tushishi bilan hisoblangan pensiya bir xil tushuncha emas. Hisoblangan pensiya 1 million 600 ming bo'lishi mumkin, lekin kartaga 1 million 300 ming tushishi mumkin. Sababi sud qarori, ijro hujjati, qarzdorlik, bank bilan bog'liq ushlab qolishlari bo'lishi mumkin. Shu sababli men har doim aytaman, muammoni tushunish uchun avval pensiya hisob-kitob ma'lumotnomasini olish kerak. 6-jihat. Yosh qo'shimchasi har doim tug'ilgan kunning ertasi kuni kartaga tushib qolmaydi. Ba'zan tizim uni keyingi to'lov davrida hisoblaydi. Agar bir oy ichida aks etmasa, murojaat qilish kerak. Agar hujjatlarda xato bo'lsa, kechgan davr uchun qayta hisoblash masalasini ham ko'tarish mumkin. Bunda og'zaki gap bilan cheklanmasdan yozma ariza qoldirish muhim. 7-jihat, qo'shnim oldi, men olmadim degan solishtirish har doim ham ishlamaydi. Qo'shningiz urush qatnashchisi maqomiga ega bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi bor bo'lishi mumkin. Yolg'iz pensioner sifatida ro'yxatda turishi mumkin. Ish staji ko'proq bo'lishi mumkin yoki oldingi oylardan qayta hisoblangan pul birga tushgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat kartaga tushgan summaga qarab xulosa qilish xavfli. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, eski va yangi pensiya summasini yozib oling. Masalan, avgust oyida qancha tushdi? Sentabr oyida qancha tushdi? Oktabr oyida qancha tushdi? Har bir oy bo'yicha aniq summa kerak. Chunki bir martalik qo'shimcha, qayta hisoblash yoki ushlab qolishlar bo'lsa, faqat bitta oyga qarab xulosa chiqarib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasidan yoki davlat xizmatlari orqali pensiya hisob-kitob bo'yicha ma'lumot oling. Sizga umumiy pensiya tushdi degan SMS yetarli emas. Sizga asosiy pensiya qancha, ustama qancha, yosh qo'shimchasi bor yoki yo'q. Ushlab qolish bormi? Qayta hisoblash qilinganmi? Shular kerak. 3-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari. Nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa, tegishli guvohnomalar. Talaba farzand bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qishini tasdiqlovchi ma'lumotnoma tayyor turishi kerak. 4-qadam. Agar siz 75 yoki 9 yoshga to'lgan bo'lsangiz, tug'ilgan sanangiz bazada to'g'ri aks etganini tekshirtiring. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatda aniq yozing. Men yoshga doir qo'shimcha to'lov hisoblangan yoki hisoblanmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Arizada sana telefon raqam va hujjat nusxalarini ko'rsating. 5-qadam. Agar pensiya oshmagan bo'lsa yoki juda kam oshgan bo'lsa, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Yozma arizada quyidagilar bo'lsin: pensiya turi, avvalgi oylarda olingan summa, yangi oyda tushgan summa. Indeksatsiya bo'yicha qayta hisoblashni tekshirish so'rovi. Yosh qo'shimchasi yoki boshqa ustamalar bo'yicha izoh talab qilish. Yozma murojaatga javob berish majburiy bo'ladi. 6-qadam. Agar sizning ish stajingiz to'liq hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, eski ish joylaringizdan arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Ko'p pensionerlarda 1990-yillar 2000-yillar boshidagi ish joylari bo'yicha hujjatlar to'liq emas. Lekin arxivdan topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu ish bir kunda bitmaydi, lekin natijasi katta bo'lishi mumkin. Chunki staj qo'shilsa, pensiyaning asosi oshadi, keyingi indeksatsiyalar ham yuqoriroq summadan hisoblanadi. 7-qadam,
Agar kartaga tushgan pul kam bo'lsa, bankdan ham tekshiring. Ba'zan pensioner pensiya jamg'armasiga boradi. U yerda sizga to'liq hisoblangan deyishadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, bank yoki ijro tizimi orqali ushlab qolish bo'lgan. Shuning uchun hisoblangan summa bilan kartaga kelib tushgan summani alohida tekshirish kerak. 8-qadam yolg'iz yashaydigan, parvarishga muhtoj, og'ir kasalligi bor keksalar bo'yicha mahalla va ijtimoiy xizmat organlariga ham murojaat qiling. Chunki pensiyadan tashqari ijtimoiy yordam, parvarish xizmati, dori-darmon yoki boshqa yordam turlari bo'lishi mumkin. Ko'p oilalar faqat pensiya bilan cheklanadi. Aslida esa qo'shimcha ijtimoiy himoya choralaridan foydalanish mumkin. Endi videoning eng asosiy savoliga qaytamiz. Qariyalarga qancha qo'shildi? Men buni shunday tushuntiraman. Har bir pensionerda qo'shilgan summa uning eski pensiyasiga, pensiya turiga, yoshiga, ustamalariga va ushlab qolishlariga bog'liq. Agar indeksatsiya foiz asosida bo'lsa, eski pensiya qancha yuqori bo'lsa, qo'shilgan summa ham shuncha katta bo'ladi. Agar yosh qo'shimchasi ham qayta hisoblangan bo'lsa, ayniqsa 75 yoki balki yoshdan oshganlarda umumiy o'sish ko'proq ko'rinadi. Masalan, 1 million so'm pensiya olgan odamda yana 2% o'sish 1 ming so'm bo'ladi. 1 million 500 ming so'm olgan odamda 1 ming so'm bo'ladi. 2 million so'm olgan odamda 2,5 ming so'm bo'ladi. Agar shu odamga yoshga doir qo'shimcha ham qo'shilsa, umumiy farq bundan ko'proq chiqadi. Lekin aniq yakuniy miqdorni faqat shaxsiy pensiya hisob-kitobi orqali bilish mumkin. Men pensionerlarga bitta maslahatni doim takrorlayman. Pensiya masalasida taxmin bilan yashamang. Eshitdim, qo'shnim aytdi, internetda ko'rdim degan gaplar asos bo'la olmaydi. Sizning pensiyangiz bo'yicha asosiy hujjat bu rasmiy hisob-kitob. Agar unda xato bo'lsa, tuzatish mumkin. Agar siz murojaat qilmasangiz, ayrim xatolar uzoq vaqt davom etib ketishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta ota-onangiz bo'lsa, ularni yolg'iz qoldirmang. Ko'p keksalar idoraga borishga qiynaladi, savol berishga tortinadi. Telefon orqali tushuntirilgan narsani to'liq anglamasligi mumkin. Farzandlar kamida bir marta ota-onasining pensiya hisob-kitobini tekshirtirib qo'ysa, juda ko'p muammo oldindan hal bo'ladi. Bu faqat pul masalasi emas. Bu keksalarning haqqi o'z vaqtida va to'g'ri berilishi masalasi. Yana bir muhim ogohlantirish, pensiya oshdi degan bahona bilan turli firibgarlar ham paydo bo'lishi mumkin. Kimdir, men sizga qo'shimcha pul chiqarib beraman. Kartangiz raqamini ayting, SMS kodini yuboring, oldindan to'lov qiling desa, ishonmang. Pensiya qayta hisob-kitobi rasmiy idoralar orqali amalga oshadi. Hech kimga karta PIN kodi, SMS kodi, bank ilovasi, parolini bermang. Keksalarimizni aynan shu mavzuda aldaydiganlar ko'p uchraydi. Bugun men pensiya indeksatsiyasi va yosh qo'shimchalari bo'yicha eng muhim jihatlarni tushuntirdim. Asosiy fikr shuki, pensiya oshishi hamma uchun bir xil summa degani emas. Har bir pensionerda hisob-kitob alohida bo'ladi. Kimning pensiyasi yuqori bo'lsa, foiz asosida qo'shilgan summa ham ko'proq bo'lishi mumkin. Kim 75 yoki 2 yoshdan oshgan bo'lsa, yoshga doir qo'shimchalar albatta tekshirilishi kerak. Kimda hujjat, staj, nogironlik guruhi yoki bank ushlab qolishi bo'yicha muammo bo'lsa, yakuniy summa boshqacha ko'rinadi. Mening tavsiyam oddiy. Eski va yangi pensiya summasini solishtiring, rasmiy hisob-kitob oling. Yosh qo'shimchasi bor yo'qligini tekshirtiring. Hujjatlarda xato bo'lsa, yozma ariza bering. Pensiya bu ehson emas, bu fuqaroning qonuniy haqqi. Shuning uchun har bir so'm to'g'ri hisoblanishi kerak. Sizning pensiyangiz qancha oshdi? Yosh qo'shimchasi qo'shildimi yoki hali ham tushunarsiz holat bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan savollar bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring.